tirik ofat deb aytadi. Buni eshitgan anavi g'iybatchi qishloqdagilar ham darhol unga qo'shilib pichirlashni boshlaydi va o'rmondan faqat u eson-omon chiqqani uchun rostdan ham bolalarni u aldab olib kirgan degan ahmoqona xulosaga kelishadi. Ko'ryapsizmi odamlarning adolatsizligini? Qishloq odamlari butun aybni Reyga to'nkab, bechora yarador bolalarni gapirishga majbur qilishadi va bolalarni qayerga olib borganini so'rab tergov qilib ketishadi. G'azabdan aqldan ozayotgan ona esa Reyning qonga belangan yuziga tinmay tarsaki tushirib, nega faqat Gari va Emini qutqarib kelganini, uning bolalari qayerdaligini so'rab dod soladi. Gapirishga hatto madori qolmagan bechora qahramonimiz uning bolalari o'rmonda qolib ketganini zo'rg'a aytadi. Buni eshitgan ayol uni sovuqqon maxluq deb atab shartli yerga uloqtirib yuboradi va ular shunchaki yosh bolalar edi. Qanday qilib ularni o'limga tashlab kelding deb baqiradi. Reyning bu qilmishini hech qachon kechirmasligini aytgan ona boshqa qishloq erkaklaridan u bilan birga o'rmonga kirishlarini yolvorib so'raydi. Lekin anavi mard erkaklar nima qildi deng? Ular uylarida bolalar kutayotganini bahona qilib, qo'rqoqlarcha rad etishadi. Shunaqangi xudbin bo'lishadimi? Bu orada shundoq ham o'lim yoqasida turgan mitti qahramonimiz, bu odamlar uning ham shunchaki yosh bola ekanligini butunlay unutib qo'yishganmi yoki faqat qizil sochlari borligi uchun uni umuman odam o'rnida ko'rishmayaptimi deb chuqur o'yga toladi. Bu shafqatsiz va yovuz odamlar uni oddiy bola emas, balki qandaydir dahshatli maxluq deb hisoblashardi. To'satdan anavi jinniga aylangan ayol birovning qo'lidagi yonib turgan mash'alani sharti tortib olib, Reyga qarab bostirib keladi va uni hech qachon kechirmasligini aytib, "Bu qizil sochli maxluq bugun o'lish kerak" deb hukm o'qiydi. Bu vahshiy odamlarni kuzatib turgan Rey, ular o'rmondagi har qanday yirtqich hayvondan ham ming chandon qo'rqinchliroq ekanligini va bu dunyodagi eng haqiqiy maxluqlar aslida odamlarning o'zi ekanligini tushunib yetadi. Ayol uni tiriklayin yoqib yuborish uchun mash'alani baland ko'targanida uning butun hayoti ko'z oldidan xuddi kinotasmadek o'tadi. Lekin bizning yigitimiz xotirjam jilmayib qo'yadi. Axir o'ylab ko'ring, butun boshli qudratli qizil ajdaho qandaydir oddiy mash'ala olovidan o'ladimi? Qanaqa kulguli va kinoyali holatda do'stlar. Qudratli qizil ajdaho uchun shunday ahmoqona o'lim topish shunchaki sharmandalik deb o'ylaydi u. O'zining so'nggi lahzalarini kutar ekan, anavi jinniga aylangan ayol yonib turgan mash'alani Reyga qarata tushiradi. Lekin kuting, aynan shu qaltis soniyada kimdir chaqmoqdek uning oldiga sakrab chiqadi. Qarasak, bu o'zining maxsus himoya kiyimi bilan dahshatli hujumni to'xtatib qolgan o'sha maqtanchoq Gari bo'lib chiqadi. Sariq sochli yigitning Reyni qutqarganini ko'rgan anavi g'iybatchi qishloqdagilar, "Voy bu bola maxluqni qutqaraman deb butunlay aqldan ozibdi. La'natlangan bola uni ham o'ziga qul qilib olibdi" deb vahima ko'tarishadi. Ular Garining orqasida turgan maxluqni o'ldirishni talab qilib baqirayotgan bir paytda Gari ularga shunday dahshatli va sovuq qaraydiki, hammaning tili aylanmay qoladi. U qishloqdagilarga qarab, "Aslida sizlar aqldan ozgansizlar. Hech qanday isbotsiz, quruq tuhmatlar bilan uni o'ldirmoqchisizlar" deb baqiradi. Qizil sochli qahramonimizni mardlarcha himoya qilib, Gari uning oldida xuddi qoyadek mustahkam turib oladi va qishloqdagilarni Reyga barmog'ining uchini ham tekkizmaslik haqida qattiq ogohlantiradi. Chunki Rey uning haqiqiy qutqaruvchisi edi. Qoyil, Garidan bunaqa mardlikni kutmagandik, to'g'rimi? O'sha dahshatli va asabiy voqeadan so'ng bizning bechora qahramonimiz tushida alahsirab chiqadi. Tushida hamma narsada uni ayblagan, yuziga shafqatsizlarcha tarsaki tushirib, uni baxtsizlik keltiruvchi ofat deb atagan anavi yovuz ayolni ko'radi. Bunisi yetmagandek uning ko'z oldida o'zining ajdaho sifatidagi qonli o'tmish ham gavdalanadi. Yuzlab sehrgarlar uni o'ldirish uchun bostirib kelib, undan o'z hayotini qurbon qilishni talab qilishayotgan edi. Faqat uning o'limini xohlaydigan bu shafqatsiz odamlarni tushida ko'rgan Rey sovuq terga botib, qo'rquvdan cho'chib uyg'onib ketadi. Ko'zini ochib qarasa, onasi Scarlett uning mitti qo'llarini mahkam ushlagancha, hatto uxlayotganida ham tinmay yig'lab chiqayotgan ekan. Buni ko'rgan yigitimiz, "Odamzod qanaqa g'alati-ya! Bir tomondan shunchalik mehribon va go'zal, ikkinchi tomondan esa o'ta vahshiy va shafqatsiz" deb chuqur o'yga toladi. U sekin o'rnidan turib o'tirishi bilanoq Scarlett cho'chib uyg'onadi va o'g'lining tirik ekanligini ko'rib, baxtdan o'zini yo'qotib qo'yadi. "Nahotki bu tush bo'lmasa" degan o'y bilan mehribon ona o'g'lini shunday qattiq bag'riga bosadiki, ta'riflashga til ojiz. Axir u bechora Reyni boshqa hech qachon ko'zini ochmaydi, abadiy uyquga ketdi deb o'ylab, qon yig'lagan edi-da. Onasi uni shunchalik qattiq quchoqlab oladiki, bechora Reyning yaralari ezilib, og'riqdan dod deb yuboradi. Scarlett darhol o'zini orqaga olib, uning hali ham tuzalmaganini tushunadi. Lekin baribir onalarga xos tarzda, "O'zingdan ko'r, o'ylab ko'rmay shunaqa xavfli ishlarga aralashganing uchun senga shu kerak, o'zi kam senga" deb qo'yib qo'yadi. Hech narsadan xabari yo'q qahramonimiz qiziqib, qancha
vaqt davomida hushsiz yotganini so'raganda, onasi uning naq bir hafta davomida xuddi ayiqdek qotib uxlaganini aytadi. Tasavvur qilyapsizmi? Butun boshli 7 kun. Skarlett xursandlik ko'z yoshlarini artib, agar Rey rostdan ham uyg'onmaganida, tez orada qaytib keladigan otasi Jakening ko'ziga qanday qarashini va unga nima deb tushuntirishini umuman bilmay, aqldan o'ziyotganini aytib beradi. Buni eshitgan Rey darhol o'ziga kelib, o'rmonda qolib ketgan anavi bolalar haqida so'raydi. Onasi esa u qutqarib qolgan Gary va Amy yengil jarohatlar bilan qutulganini va hozir ahvoli juda yaxshi ekanligini aytadi. Lekin afsuski, anavi maqtanchoq Bob va Kelly hali ham topilmagan ekan. Skarlett og'ir xo'rsinib, u bechora bolalarni allaqachon o'rmondagi yirtqich maxluqlar g'ajib tashlagan bo'lsa kerak deb taxmin qiladi. O'zboshimchalikning oqibati shu-da, do'stlar. Endi esa kadrlar bizni to'g'ridan-to'g'ri Skarlettning xotiralariga olib boradi. Tasavvur qiling, u o'rmon chetiga yetib keladi va o'zining mitti o'g'lini yovuz qishloq odamlari tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklanayotganini ko'rib qoladi. Gary esa uni mardlarcha himoya qilib, o'rmonga o'zboshimchalik bilan kirishganini va Rey ularning haqiqiy xalaskor ekanligini tushuntirishga urinardi. Lekin bu qaysar qishloqdagilar unga umuman ishonishni xohlamasdi. Skarlett o'zining qonga belangan, hushsiz yotgan o'g'lini ko'rganda, tamom, uning ichidagi haqiqiy ona sher uyg'onadi va dahshatli sehrli kuchlarni faollashtirib, g'azabdan portlaydi. Qishloqdagilar vahimaga tushib, uni tinchlantirishga urinishadi va o'g'lingiz bolalarni o'rmonga olib kirdi. U javob berishi shart. Axir siz ham onasiz-ku. Buni tushunishingiz kerak, deb o'zlarini oqlashga harakat qilishadi. Skarlett og'ir yaralangan o'g'lini ohista bag'riga bosarkan, ularga shunday dahshatli va sovuq qaraydiki, ishonavering, bu nigoh ularni tiriklayin yutib yuborishga tayyor edi. Reyni shafqatsizlarcha urgan anavi yovuz ayol qo'rquvdan xuddi bargdek qaltirab qoladi. Ana sizga onaning kuchi. Shundan so'ng bolalari o'rmonda dom-daraksiz yo'qolgan anavi ayol ho'ngrab yig'lab yuboradi va qishloq erkaklardan bolalarni qutqarishini so'rab yolvora boshlaydi. Qishloqdagilar esa unga soxta hamdardlik bildirib, "Voy bechora, endi bolalarisiz qanday yashaydi-ya?" deb pichirlashardi. Skarlett o'zining mitti qahramonini bag'riga bosib turgan bir paytda atrofdagi odamlar Rey haqida tinmay g'iybat qilayotganini va "Bu la'natlangan maxluqdan uzoq yurishimiz kerak edi o'zi" deb vaysayotganini o'z quloqlari bilan eshitadi. Erkaklardan biri Talonlar oilasi haqida g'iybat qilayotgan sherigiga "Sekinroq gapir, eshitib qoladi" deb tanbeh berganda, anavi yaramas g'iybatchi yuziga shaytoniy tabassum tortib, "Men shunchaki o'rmon haqida gapiryapman-ku" deb o'zini oqlaydi. Qanaqa ikkiyuzlamachiligi? O'g'li haqidagi bu shafqatsiz va jirkanch gaplarni eshitgan Skarlett Reyni qo'llarida ko'targancha bu ahmoqlar to'dasini jimgina tark etadi. Xotiralar ummonidan qaytgan mehribon ona o'g'lining sochlarini ohista silab, unga o'zini umuman ayblamaslikni, chunki endi o'sha dahshatli kunlar ortda qolganini aytib tinchlantiradi. Bu orada onasi unga Gary ismli o'sha bola hamma haqiqatni oqizmay-tomizmay aytib berganini ma'lum qiladi va Reyning qanchalik ajoyib va mard qahramon ekanligini aytib, uning ko'nglini tog'dek ko'taradi. Shundan so'ng mehribon ona o'g'li mazza qilib yeyishi uchun qandaydir shirinlik olib kelish maqsadida xonadan chiqib ketadi. Onasi xonadan chiqib ketishi bilanoq, bizning Rey o'rmonda hushidan ketishdan oldin ko'z oldida paydo bo'lgan o'sha g'alati, yovuzli ekran haqida qattiq o'ylay boshlaydi. Nahotki bu dunyoda hamma shunaqa o'yinlardagidek g'alati ekran bo'lsa, degan o'y bilan u ekrandagi ajdaho ko'zning barakoti deb nomlangan dahshatli kuchlardan birini sekin bosib ko'radi. U barmog'ini tekkizishi bilanoq, bum, bu sirli kuch darhol faollashadi va bizning yigitimiz xonadan chiqib ketayotgan onasining energiya darajasini ko'rib, shok holatiga tushib qoladi. U to'satdan bu dahshatli qobiliyat uning o'zida, qadimiy o'tmishida ham bo'lganini tushunib yetadi. Rey o'zining dahshatli qizil ajdaho bo'lgan va o'nlab turli xil dahshatli sehrlarni suv qilib ichib yuborgan o'sha shonli davrlarni sog'inch bilan eslay boshlaydi. Qiziq, endi nima bo'larkin-a? Ammo o'sha la'nati qobiliyat testidan sharmandalarcha yiqilgandan beri u bu dahshatli kuchlarni yana qachondir ishlata olaman deb umuman o'ylamagan edi. O'zining qadimiy kuchlarini yana his qilganidan boshi osmonga yetgan Rey endi bu qobiliyatlarni xuddi o'yinlardagidek birin-ketin ochib borishni tushunib yetadi. U qo'lga kiritgan o'sha darajadagi maxluq kristalga qarab, buni anavi quturgan o'rta darajadagi jin bo'rini yer tishlatganim uchun berishdimikin deb o'ylanib qoladi. Lekin to'satdan Reyning xonasini sovuq qora tutun qoplay boshlaydi va u qattiq yo'talib yuboradi. Nima balo bo'lyapti o'zi? Rey darhol derazani ochib qarasa, tashqaridagi qishloq odamlari ularning uyi olov ichida qolganini aytib dod faryod ko'tarishayotgan edi. Aynan shu vahimali soniyada onasi xonaga eshikni buzib kirgudek bo'lib bostirib kiradi va olov butun uyni yutib yuborayotganini aytib, Reyni tezroq tashqariga qochishga undaydi. Biroq dahshatli alanga ularning yo'lini to'sib qo'yganda,
Scarlett o'zining ajoyib sehrli kuchlarini ishga solib, o'g'lini qutqarib qoladi va olovni to'xtatib turadi. Qoyilmisiz onaning kuchiga. Rey onasining issiqqini qo'llariga mahkam yopishib olgancha, ularning shinam uyiga o't qo'ygan yaramasni topish uchun o'zining yangi ochilgan ajdaho ko'zi qobiliyatini ishga soladi. Qishloq odamlarini xuddi rengendek birma-bir tekshirib chiqib, u nihoyat haqiqiy aybdorni topadi va qarasaki bu qo'lda hali ham yonib turgan mash'alani ushlab turgan anavi jinniga aylangan Bob va Kaylining onasi edi. Voy yaramasi. Bu orada dahshatli alanga ularning butun uyini o'z domiga tortib ketayotgan edi. Qishloqdagilar yonayotgan uy Talonlar oilasiga tegishli ekanligini ko'rib, shok holatga tushadi va yana o'zlarining ahmoqona odatiga ko'ra, bu anaqanavi la'natlangan bolaning kasofati deb ishonch bilan vaysashni boshlashadi. Lekin Scarlett xonim qarab turadimi? O'zining dahshatli sehrdan foydalanib, ulkan olovni xuddi kuchli shamoldek bir zumda tarqatib yuboradi va o'chiradi. Shunchaki epik manzara. Olov nihoyat to'liq o'chirilgach, anavi g'iybatchi qishloqdagilar yana pichirlashishga tushadi. Bu aniq la'natlanganning ishi. Agar bu qizil sochli maxluq qishlog'imizda yana biroz qolsa, hammamiz qirilib ketamiz. Butun qishloqni vayron qiladi, deb vahima ko'tarishadi. Bu orada o'z haqida aytilayotgan bunday adolatsiz va jirkanch gaplarni eshitgan bechora Reyning yuragi parcha-parcha bo'lib ketadi. Uning bu g'amgin xayollarini mehribon onasi buzib yuboradi va yong'indan qattiq qo'rqib ketdimi deb xavotir bilan so'raydi. Rey darhol o'zidagi bu tushkun o'ylarni miyasidan chiqarib tashlaydi va onasining qo'ldan mahkam ushlab, olovni bir soniyada yo'q qilib yuborganida, u qanchalik dahshatli va zo'r ko'ringanini aytib jilmayadi. Ular yarim vayrona bo'lgan uyga qarab qaytisharkan, odamlarning shafqatsiz so'zlaridan qattiq xafa bo'lgan Rey chuqur o'yga toladi. Bu yaramas odamlar nafaqat bizning uyimizni, balki bizni ham shu uy bilan qo'shib tiriklayin yoqib yubormoqchi bo'lishibdi-ya. Odamzod ularning o'limini chin dildan xohlayotganini nihoyat to'liq tushunib yetgan qahramonimizning ichida g'azab olovi vulqondek portlaydi. Endi uni hech narsa to'xtata olmaydi. U bu insoniyatdan dahshatli qasos olishga qat'iy qaror qiladi. Biroz vaqt o'tgach, bizning qaysar yigitimiz yana o'sha mashg'ulotlarga qarab yo'l oladi. Onasi esa uning jarohatlari hali to'liq tuzalmaganini aytib, o'zini bunchalik ko'p qiynamasligini aytadi. Lekin bizning ajdahomizni to'xtatib bo'larmidi? Shundan so'ngi to'g'ri o'sha xavfli o'rmonga yetib boradi va yaltirab turgan qilichini qinidan sug'urib oladi. Keyin u o'zining dahshatli ajdaho ko'zini faollashtiradi va atrofga qarab, o'zi bitta urib yanchib tashlashi mumkin bo'lgan boshlang'ich darajadagi sehrli maxluqni ko'rib, xursandligidan og'zi qulog'iga yetadi. Daraxt tepasida o'tirgan maxluqlardan biri xuddi oddiy maymunga o'xshab bitta olmani uzib olib, mazza qilib yeyishni boshlaydi. Rey o'zining ajdaho ko'zi bilan bu bechora maymunni nishonga oladi va orqadan xuddi ninzadek bildirmay yaqinlashib, qilichi bilan maxluqqa shunday dahshatli zarba beradiki, tamom. Ma'lum bo'lishicha, bizning tinib tinchimas yigitimiz shu tariqa naq 20 ta boshlang'ich darajadagi sehrli maxluqni qirib tashlaydi. Qoyil, bu yaramas maxluqlarni yer tishlatganidan so'ng, uning ko'z oldida yana o'sha sirli ajdaho tizimi paydo bo'ladi va unga maxluq kristallini qo'lga kiritganini ko'rsatadi. Ekrandagi yozuvlarga qarab, Rey hafsalasi pir bo'lgan holda xo'rsinib qo'yadi. Obbo, bu g'irt omadga bog'liq narsa ekan-ku. Naq 20 ta maxluqni o'ldirib, bor yo'g'i 2 ta kristall oldimi? Qanaqa adolatsizlik bu? U agar bu kristallni o'zimga yutsam, nima bo'larkin-a? deb qiziqib turgan bir paytda, to'satdan uning ko'zi o'zining o'lik oilasi atrofida aylanib yurgan mitti jin bo'ri bolachasiga tushib qoladi.